Men shu yoshimgacha chet elda o'qiganman. Sizni bilmadim, lekin meni fikrlashim yevropeyskiy. Jonicha, asalim, men sizga bu gapni anchadan beri ayta olmay yurdim. Asalcham deysizmi? Tillaringizga shakar. Joni aka, men sizni bir oydan beri taniyman. Kerak bo'lsa yashirincha ham kuzatdim sizni. Juda sof dil inson ekansiz, hayotingizda mendan boshqasi yo'q ekan. Shu desangiz sizga bir taklif bersam. Qanaqa taklif? Shu desangiz siz bilan bir yashab ko'rsak. O'xshasa yashaymiz. Endi bir-birimizni sinab ko'raylik. O'xshasa bir-birimiz bilan yashab ketamiz. O'xshamasa, taqdirmas ekan deb ajralib ketamiz. Deyapsiz-da, yevropeyskiy kinolarda, Gollivud kinolarida ko'rganman shunaqa narsani. Mayli, nima deymiz endi, qilib ko'rish kerak shunaqa. Voy, demak siz ham menda ko'nglingiz bor ekanda. Demak, rozisiz-da taklifimga? Albatta roziman-da. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Nima edi xullas, o'shanga boshqa variant bo'lmagandan keyin o'shancha roziman albatta. Bo'ldi, unda kech-ko'raningizni yig'ishtiring. Ketamiz. Meni hech vaqoyim ham yo'q o'zi. Bitta dona maykam bor, qizil, yirtilgan. Endi u baxtsiz hodisa. U mayka qoladi, kaktuschamni olib. Mayli qo'ying. Bu narsalaringiz kerak emas. Qo'ying. Men sizga brend do'kondan boshdan oyoq qilib chotka qilib yasantirib qo'yaman. Qarang, anu menga Brenderovanniy importirovanniy magazindan chiroyli kiyimlar berasa.